Şərqi Türkistanның Hun ittifaqıga qoşuluşidan tartib islomgacha bo'lgan davri. Şərq Türkistan feodallik davrida turayotgan mezgilida Moğolistan'da qadimdan tartib hukm surib kelayotgan Hunlar kuchlanib, milodidan burunqi 300-yillardan tartib atrofdagi turk xonlarini o'z bayroq ostiga yig'ib, ta'sir doirasini kengaytirishga boshlagan. Milodidan burunqi 180-yildan 206-yillari bütün Şərq Türkistan xonlari va Osiyodagi boshqa turk qavmlarining ko'p qismi Hun hokimiyati ostiga kirib, g'oyat cho'ng bir turk konfederatsion, ya'ni birlashma davlati maydonga keldi. Eng qadimgi tariximizda va yaqinqi zamon tariximizdagi turk tarixida nihoyatda zo'r ahamiyatga ega bo'lgan va dushmanlari tarafidan har xil yolg'on bo'xtonga uchrab kelgan bu isil turk imperatorligining tarixiy voqealarini o'ttirg'a qo'yib, bu davlatning mazkur bo'xtonlardan pok ekanligini o'ttirg'a qo'yishni lozim ko'raman. Buyuk Hun imperatorligi Çinning shimolidagi Mo'g'uliston, ya'ni Mong'oliyaning shimolidagi Urxun daryosi bo'ylari va Tanoola, ya'ni Cho'g'ay tog'lari etaklarida yashagan turklarni Çin manbalarida Uyungnu, ya'ni Shungnu, Yevropa manbalarida Hun deb ataydi. Lekin bu turklar o'zlarini qaysi nom bilan ataganliklari tarixda noma'lum. Biz ularni Hun degan nom bilan zikr qilamiz. Hun davlatining tarixi milodidan burunqi 1500 yil burunqi chog'dan boshlaydi. Bu majhul davrning ahvoli bizga qorong'u. Çinning tarixiy manbalarida Hunlarga oid tarixiy ma'lumot, ya'ni garchi bularning to'lisi ishonchsiz burmalangan bo'lsa-mu, milodidan ilgari 300-yildan boshlaydi. Bu tarixdan boshlab Çin hukmdori Hunlar bilan Çinliklar o'rtasida urush boshlagan. Çin hukmdori Hunlarning hujumini to'sish uchun har yerga istehkom va qal'a, ya'ni sepillarni salg'ili boshlagan. Oxiri milodidan burunqi 249-yili butun Çinni hokimiyati ostiga kirgizib bo'lgan imperator Shi Huangdi bu sepillarni bir-biriga ulab, Pichli dengizidan Gansugacha 3000 kilometr, ya'ni taxminan 600 potay uzunlikda bir istehkom yasab chiqdi. Mana bu tarixdagi dongliq, ya'ni Sadechin sepili bo'lib, bugungi dunyodagi ajoyib asori atiqalardan biridir. Ya'ni bu sepil haqida qadimki zamonda turklar va Çinliklar o'rtasidagi siyosatlar to'g'risida degan bobda tafsili bayon qilamiz. Huangdi bu sepildan yaxshi foydalandi. Hunlar hujum qilib kelganda Çinliklar bu sepil ustida turib mudofaa qilib, Hunlarning hujumlarini chekindirgan. Huangdi o'lgicha Hunlar Sadechindan o'tolmadi. Chunki Huangdi zamonasida Çinning 1 million askari bu sepilda davomli turg'izilgan. Huangdi milodidan burunqi 211-yili o'ldi. Hun davlatining kengayganligi. Hun hukmdori, ya'ni Tanrıqut, ya'ni Tangrining barkiti deb ataladi. Dastlabki Tanrıqutlarning ismi ma'lum emas. Faqat Shi Huangdin, ya'ni Yinjin bilan zamondosh bo'lgan Tanrıqutning ismi, ya'ni Tumanxon edi. Tumanxon Çinliklar bilan urushishni qo'yib, ichki jihatda kuchni oshirishga kirishdi. Urxun va Selenga daryosi bo'ylaridagi Uyg'ur xonliqlari va boshqa cho'ng kichik bir qancha xonliqlarni o'ziga tava qilib, xeli kuchli bir askariy quvvatga ega bo'ldi. Çin imperatori Huangdi o'lgandan keyin avlodlari orasida taxt talish kurashi boshlandi va Çinning har tarafda isyonlar boshildi. Shuning bilan Sadechin sepilidagi askariy kuch ozildi. Tanrıqut Tumanxon bu fursatdan foydalanib, milodidan burunqi 209-yili Çinga hujum qildi. Sadechindan o'tib, Shanxi va Sanxi qatorliq viloyatlarni ishg'ol qildi.
To'monxonning o'limi bilan onlarning bu yurishlari to'xtab qoldi. To'monxon o'lgandan keyin o'g'li Mitaxon, ya'ni milodidan ilgari 209-yildan 274-yillari Tangriqut bo'ldi. Turklar bu zamonni, ya'ni O'g'izxon degan mashhur unvon bilan ataydi. O'g'izxon Chin bilan urushni to'xtatib, butun turk xon va baglarni birlashtirib, qudratli bir turk birlashma davlat qurish yo'liga mangdi. Oldi bilan g'arbdagi turk xonlarini o'ziga tava qildi. Mo'g'uliston va atrofdagi turk xonlarining ba'zilari o'z ixtiyori bilan, ba'zilari qo'rqib O'g'izxonga bo'ysundi. Manjuriyadagi Qadirxon, ya'ni Hingon tog'lari etaklarida o'ltirishliq turk xonliqlari, ya'ni Xianpi, Wuhuan, Tupa va Jujan, ya'ni Gujanlar bo'lsa, bo'y egmay mustaqil qoldi. Bularni Moğol tarixchilari Tatar deb yozadi. Undan boshqa elidagi Wusun, ya'ni Uysun xonligi, Gansu va Yovchi turklarining xonlarimi O'g'izxonga itoat qilmadi. O'g'izxon milodidan burungi 209-yili Uysun xonligiga yurish qildi. Urushda Uysun xoni og'ir holda mag'lub bo'lib o'ldirildi. O'rniga qabilasidan bir kishini xon qilib tayin qildi. Bu hodisadan qo'rqib ketgan boshqa turk xonlari orqa-orqadan taslim bo'ldi. Shuning bilan Qashqar, Xotan, ya'ni Udun, Yarkan, Uch, Kocha, Lolan, ya'ni Ro'ran va Quchu qatorliq 36 xonliq O'g'izxonga tava bo'lib, ichki jihatda o'z mustaqilliklarini saqlab qoldi. Keyincha g'arbdagi butun turk xonlarmi bir-birlab O'g'izxonga tava bo'ldi. Shuning bilan Xazar dengizi va Istil daryo bo'ylarigacha bo'lgan joylar uning qo'l ostiga kirdi. Milodidan burungi 200-yilga kelganda Buyuk Hun davlatining territoriyasi g'arbda Hozir dengizi va Etil daryosi, sharqda Hingan tog'larigacha kengayib, kichik xonlardan boshqa 26 cho'ng kichik xonliq va beylar O'g'izxonga tava bo'ldi. Chin urushi. Hun Tangriqutlari o'zlarini Chin imperatorligidan martaba jihatda ustun tutadi. Tangriqutning imperatorga yozgan xatlarida buni ochiq ko'rgili bo'ladi. Bu xatlar mundaq boshlanadi. Ko'k va yer tug'ib, quyosh bilan oy taxtiga o'ltirg'izgan turklarning ulug' Tangriquti Tabg'ach xondan shuni orzu qildikki, deb boshlanadi. Turk xalqlarimi o'zini chinliqlardan ustun ko'radi. Ularni, ya'ni Tabg'ach deb ataydi, ya'ni tavamizdagi degan ma'noda. Çinşhuang o'lgandan keyin Chinning har tarafida isyon chiqdi. Oxirida isyonchilardan asli ismi Lubang, unvoni Gouju degan birsi imperator bo'ldi. Bu mashhur, ya'ni Han sulolasining qurg'uvchisidir. Han Yevropa tarixchilarining talaffuzi, to'g'risi Xan bo'lishi kerak. Xan sulolasi Chinliqlarning eng parlaq saltanatlik davri edi. Şuna hazırmı Çinliklar özlerini Hanzu Rin, yani Xan neslige mensup kişi deb ataydı. Lebang Hunlardan Shanxi ve Senxi qatarlıq joylarni qaytarib olish uchun miloddan burungi 199-yili Shanxiga hujum qilib, bir ikki shaharni qaytarib oldi. Buni anglagan Tangriqut O'g'izxon 30 ming kishilik bir qo'shinni boshlab Shanxiga keldi. Bir meydan urushdan keyin Huangdi Lebang og'ir holda mag'lub bo'ldi va saq qolgan ozg'ina askarlari bilan Chang'an, ya'ni bugungi Xiang'u shahriga yaqin bir tog'dagi sepil ichida muhosirga elindi. Lebang askarlarining butunlay qirilib, o'zining asirga tushib qolishidan qutulish uchun Tangriqut bilan sulh qilib, har yili belgili miqdorda baj topshirish kelishimi tuzashga majbur bo'ldi. Shuning bilan Chin imperatorligi Hun Tangriqutlarga tava bo'ldi. Keyincha
Oğuzxan Çin imperatorining qizini nikoh oldi. Oğuzxan vafot bo'lgandan keyinmi Tangriqutlarning Çin imperatorligining qizlarini elish rasmiy davom qilindi. Shuning bilan bir asrga yaqin bir zaman ichida o'zaro do'stlik munosabat davom qildi. Ovchi urushi Oğuzxonning kuch-qudrati shuncha oshgan bo'lsa-mu, yovchilar xoni uningga bo'yin egmadi. Oxiri Oğuzxon o'g'li Bag'dirxonni nurg'un askariy kuch bilan yovchilar ustiga yo'lladi. Shiddatlik urushdan keyin Bag'dirxon mag'lub bo'lib butun askarlarini yo'qotib, o'z aran jinini qutqizib qochib keldi. Uningdan keyin yana bir qancha urushlar bo'ldi. Milodidan burunqi 175-yili bo'lgan urushda yovchilar xoni o'ldi. Askarlari qirilib ketib, yovchilar parakanda bo'lib yurtlarini tashlab har tarafga qochib ketdi. G'arb tarafga qochganlar Lopnor ko'li atrofiga yerlashgan bo'lsa-mu, sharqdan Hunlar, g'arbiy shimoldan Ro'ran, Quchu va Xotan xonlarining hujumiga uchradi. Shuning bilan bular ikki qo'lga bo'linib, biri Tibetga ketdi. Bular kichik yovchilar deb ataladi. Hozirgi Tibet xalqining tegi mana bulardan bo'lish ehtimolligi kuchli. Yana bir qo'li g'arbiy shimolga minib, iliga hujum qildi. Ilidagi Uysun xoni Nantomi, ya'ni Nandubek qattiq turib mudofaa qilgan bo'lsa-mu, askari yovchilar qaraganda bek oz bo'lganligi uchun eg'ir mag'lub bo'ldi. Tarix kitoblariga ko'ra, umumiy nopus 1 millionga yaqin bo'lgan yovchilarning ichida qo'lga qurol olganlarning soni 5 yoki 600 ming atrofida edi. Mana bu sababdan Uysunlar mag'lub bo'lib Nandubek o'ldirilgan. Bu hadisdan keyin yovchilar ilda yerlashmoqchi bo'lib turganda Oğuzxon kelib yovchilarni g'arbga haydab chiqardi. Yovchilar Issiqko'lning shimoliy tarafidan o'tib Inja, ya'ni Sir daryo bo'yida, ya'ni hozirgi Toshkent atrofida yerlashdi. Lekin yovchilar bu yerdami uzoq tura olmadi. Nandubekning Koyinmao ismli bir narisida o'g'li tirik qolgan edi. Oğuzxon uni tarbiyalab dadasining o'rniga Uysun xoni qilib tayinlaydi. Koyinmao milodidan burunqi 165-yili Oğuzxonning navrisi Kuyunxon Tangriqutdan yordam elib yovchilarga hujum qildi va ularni Sir daryo bo'ylaridan qo'g'lab etdi. Yovchilar qochib Amu daryo bo'yiga yerlashdi. Oğuzxonning vafotidan keyingi voqealar. Oğuzxon Tangriqut milodidan burunqi 174-yili vafot bo'ldi. O'rniga o'g'li Bag'dirxon Tangriqut bo'ldi. Uning vafotidan keyin o'g'li Kyukxon, ya'ni Kunxon Tangriqut bo'ldi. Buning zamonasidagi voqealarda yovchilarni Inji daryo bo'ylaridan qo'g'lab chiqarilganligidan boshqa bir muhim voqea yo'q. Tangriqut Kunxon milodidan burunqi 160-yili o'ldi. Uningdan keyingi Tangriqutlarning ismi va sonlari haqida ma'lumotimiz yo'q. Ammo shu tarafi aniqki, Çin imperatorligining yuqorqidagi sabablar bilan Hun Tangriqutlarga qiz berib, boj to'lab, do'stlik bilan o'tish majburiyati taxminan milodidan burunqi 130-yilgacha davom qilgan. O'guz, ya'ni Amu daryo bo'yidagi yovchi xonlari va Baktir, ya'ni Balx, Shimoliy Afg'onistondan tortib Xazar, ya'ni Kaspiy dengizigacha bo'lgan yerlarda o'ltiraqlashgan. Saka, ya'ni Saqa, Turk xonlari va uningdan boshqa butun Turk xonlarining hammasi Hun Tangriqutiga itoat qilgan. Bu poyonsiz keng territoriya ichidagi Türk davlatlarida tinch amonlik va bayoshatlik hukm surgan. Siampi, Wuhan, Jujan va to'palardan iborat Manjuriyada yashayotgan Turk qavmlarining hammasi Hun Tangriqutiga bo'ysungan bo'lib, bu ulug' davlatning chegarasi Yapon dengizigacha kengaygan.